Mana endi yonbosh olyapti. Yonbosh oldin kecha. Bu bir narsa deyapti o'zi. Telefondan nolyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, Maftuna Brand kanalining kuzatuvchilari, hozir men hali o'rganib qolibman Dildora o'z kanalining kuzatuvchilari deyishga, lekin Maftu singlim telefonidan anaqa qilyapman. Nima deydi? Syomka qilyapman. Maftun kanaliga chiqadi bu, meni kanalimga chiqmaydi. Qisqa bo'lsa-da, hozir idishlarni olib qaytyapmiz, zapravkadamiz. Mana odam issiq, xo'jayinim mashinani bir zapravka qilib olay dedilar. Shunga kutib turibmiz endi ana Sitora bilan ana Maftuna singlim. Nima gaplaring bor Maftun? Obunachilarga. Uzr so'ramaysanmi ana texnik nosozliklar uchun? Texnik nosozlik tushunmayapman hali. Xudo xolasa joyiga tushib ketadi. Lekin men borku, почти 1 oylargacha ana Shohrux bilan Merojga yalinib yurganman. Sen darrov xatolik bo'lsa, nima bilan? Shohrux bilan Meroj darrov to'g'rilab berardi-da. Mana bunday qilsangiz bunday bo'ladi, bunday qilsangiz bunday bo'ladi. Mana o'zini yuklab berardi. Ha. Men lekin o'zim qilyapman. Ha, bu o'zi qilyapti, lekin baribir hali uncha tushunmaydi-da. O'zim tushunmadim. Mana xo'jayinisi ham tushunmabdi, bo'lmasa telefon bilan shug'ullanadi. Ha. Hozir men o'zim ko'rib beraman. Bugun 2025-yilning 2-aprel, hadi besmini chiqib ketaveradi. 2-aprel sanasida mana gaz zapravkadamiz. Ana havo yarki mana. Quyosh. Maftunani kanaldan bir ana qilib qo'yay deyapman-da sizlarni. Barib meni ovozimni eshitsalaringiz xursand bo'lasizlar, bilaman. Hozir yana kommentariy yozasizlar. Ko'pchilik yozdi, Dildora opaga o'xshab, ana qiling, Dildora opaga o'xshab. Hali sinimni ham o'zini qirralari ochilib ketadi, xudo xohlasa. Bu ham bekordan bekor boshlagan yo'q. Kiyimlarni ham obzor qilishni hali nima deydi? Joy-joyiga qo'yadi, kamchiliklarini. Kerak bo'lsa sizlardan o'rganadi, kerak bo'lsa mendan o'rganadi. Men ham ko'p narsalarni sizlardan o'rganganman, mendan o'rganyapsizlar. Men sizlardan o'rganyapman. Bu ham yosh. Bu ham xudo xohlasa o'rganadi. Shuning uchun hozir buni esiga ham kelmayapti kamerani yoqish, lekin men mana hozir Maftundan nimadir kutasizlar-da sizlar, shuning uchun kanal bekor qolmasin deb qisqa bo'lsa-da videoni olyapman. Endi qanaqa olyapman bilmadim, o'zlaringizni kommentariyalarni qoldirasizlar. Men yana bir bor meni kanalimdan Dildora o'zidan keldik deb turib nima qilgan kuzatuvchilar bor, ko'rdingmi? Hammasiga. Ha. Rahmat qilgan uchun. Ha. Mana singlim bo'lyapti menga. Ha. Singlim o'zi bilib turibdi, o'zi qanaqa qo'llab-quvvatlanayotganini o'zi sezib turibdi, chunki men juda qiynalganman. Bular meni kuzatgan-ku. Men juda ham podpischigim ko'payishi qiyin bo'lgan. Singlim aytayapti, menga oson bo'lyapti deb. Men aytdim, endi shu va'da beryapti, ishlayman, sizni kuzatuvchilaringizni xudo xohlasa ishonchini oqlayman deb. Hali sizlarni uncha yaxshi tanimaydi Maftun. Shuning uchun men Gulnoz Sadriddinovaga, Sitora Hoshimovaga, Dildora Jo'rayevaga, Sohibjamol Jamilaga, Baltushka akkauntiga, Baltushka deb akkaunti katta ayol Maftun, Rossiyada u kishi. Menimcha yo ishlaydi, yo yashaydilar, lekin meni kuzatadi, seni ham kuzatyapti. Rahmat hammasiga. Ha. O'z minnatdorchiligimni. Nima, yana kimlar eslab qolganlarim ko'p-da. Men ana shu yerda rossa ko'pchilik yozyaptiki, Dildora o'zidan keldik, Dildora o'zidan mehmon bo'lib keldik deb. Shohida Subhanova opamiz bor. Go'zal Ismoilova bor. Jizzax nimadan turadi Maftun? Samarqand shaharda turadi. Ana Toshkentdan, Qirg'izistondan, Tojikistondan men endi boya aytganimdek yozyapti. hammani eslab qola olmayman. Ham Maftunani aybga buyurmaysizlar. 3 ta kichkina aytibman-ku, Sulaymondan keyin ham yana Sulaymon bizda chaqaloq bo'lsa, bunda Sulaymondan keyin ham yana bor boyagi bolalari ko'p va yig'lashadi-da. Shu ovozlar sizlarga yoqmasligi mumkin, chunki baribir yosh odam kattaravergandan keyin boladan chiqib ketadi-da. Shuning uchun ana videolar yoqimsiz bo'lib qolmasin deb men boya jaydari tilda aytaman-ku, shunaqa bo'lib qolmasin deb Maftun ovozsiz olayotganida endi baribir ham harakat qilasan, shu bolalaringning ovozini
eshittirmaslikka odamlarni ana asabi buziladi-da. Nima deydi, biz deydi sifatli video chiqar deydi. Seni deydi butun dunyo kuzatyapti deb degan odamlar bor-da. Uni tushunadigan odamlar bor, tushunmaydigan odamlar bor. Shuning uchun iloji boricha sifatli videolar chiqar. Men endi o'zim opa sifatida maslahat beryapman. Baribir ham men qo'llab-quvvatlayman. Yana sizlar ham qo'llab-quvvatlayingizlar. Xudo xohlasa bundan keyin qiziq roliklar chiqaradi. Men mana hozir bunga immunitet hosil qilyapman. Maftunga mana zapravkaga keldik. Zapravkada bo'lsa ham olaver deyapman-da. Hali uncha o'rganmagan, shuning uchun endi sekin Xudo xohlasa ishonchlaringizni oqlaydi. Hozir men yana eslashga harakat qilyapman-da, kimlar bor edi deb. Meni qoldirib ketyapsiz deb rosa ko'pchilik aytadi-da. Endi ko'pda. Rosa ko'p. Hammani kallam ustanovka qilolm. Ko'piga yozgan bo'ladi, kirmay anaqa reaksiya bildirmay qolyapti. Sizga qancha 100 mingtadan oshiq. Hali ham hammasi e'tiborga olib, uni qilasiz-ku. Shunday. E'tirof etasiz. Endi qara, o'sha xalq bor, biz bor-da, Maftun. Agar hozir seni shular shunaqa ko'tarib bermasa, sen rekka chiqib ketmaysan. Sen o'sha bir xil videolang 1600 ga chiqib ketdi. Ko'rdingmi prosmotringni? Men 1400 ni ko'rganimda shaytonlab qolganman men. Tosh deb. Sen o'zingiz aytasiz-ku, sen mendan ham yaxshisiga borasan. Ha. Shunday. Shuning uchun men o'zim nima yesam, bular ham shuni yesin deyman. O'zim nima olsam, undan ham yaxshisi bo'lsin bularda deyman. Bularga yaxshi ularni bildiraman-da, nima deydi? Faqat yaxshilikda ilinaman-da, faqat menda bo'lsin yaxshi idishlar, yaxshi kiyimlar demayman hech qachon. Unaqa baxilligim yo'q. O'zimni kerak bo'lsa, xuddi farzandimdek ko'raman-da, singlim ham demayman hattoki. O'zimni farzandimdek ko'raman hattoki. Chunki bular singillarim, onamning yoshi katta, bilasizlar, singillarim menga endi dadamdan qolgan omonatlarim, dadamdan qolgan yodgorliklarim bular. Boshqa meni onam menga bunaqa singillarni tug'ib bermaydi. Boshqa bunaqa singillar men topa olmayman. Bularni borligicha yaxshi ko'raman men. Hammada kamchilik bor. Menda ham bor, bularda ham bor, lekin o'sha kamchiliklarini boricha aniq qilaman-da men. Bularni kamchiligi bilan yaxshi ko'raman o'zini. Qanday bo'lsa shunday yaxshi ko'raman. Menga bunaqa singillar qaytib tug'ilmaydi. Shuning uchun bu omonat dunyoda hammamiz omonatmiz. Bugun bor, ertaga yo'q. Qancha devday odamlar o'lib ketyapti. Biz ham qachon haligi jonimiz uzilishini bilmaymiz. Alloh bilguvchi. Shuning uchun yana bir bor sizlarga hali ko'maklaringizga muhtojmiz. Maftunani kanalini rekka chiqarib yuboramiz, xudo xohlasa. Maftuna hozir mana va'da beryapti menga, yana xuddi hali o'quvchini turg'izib qo'ygandek turg'izib qo'yib, mana oldilaringizda zapravkada bo'lsa ham buni va'dasini olyapman, darpa ishlayman deyapti. Charchasang ham, uyqusiz qolsang ham, agar obunachim ko'paysin, xalqning e'tiboriga tushay, yo'q narsani qilma. Ko'rdingmi? Kechagi 4 ta go'sht bilan ham sen go'shtsiz ovqat qil. Go'shtsiz ovqatni ham odamlar yaxshi ko'radi. Hamma menga o'xshab kilo go'shtlarni olib kelib ovqat qilishga qurbi yetmaydi. Sen xalqning ichidan bor narsani chiqar. Mana men uyalmasdan kecha teshik bochkani ham ko'rsatdim. O'sha teshik bochkani kladovkaga olib kirib tashlasam hech kim ko'rmaydi, lekin agarodni o'yib agarodni o'yib ketmasin deb pochchak qo'yib qo'yadi-da, boya suv tushadi-ku tarnovdan, keyin u sekin boyagi teshigidan chiqib ketadi-da. O'sha suvni izlab topa olmadim-da, keyin pochchanga aytdim, "Qani, nima?" desam, "Ana-ku ichida suv bor-ku" dedi. Keyin o'shandan gullarga quydim-da. Shuni yozyapti, ko'rdingmi kommentariyada? Nima edi? Yana ko'pchilik aytayapti-ku, Dildoraxon hech ham xavotir olmang. Maftunani qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Malades, zo'r deb. Negativlar bo'ladi, singlim. Sabrli bo'lgin. Iloji boricha ularga hech narsa deb javob qaytarmaslikka harakat qil. Sen yoshsan. Sen yoshsan, sen hali bolalaringga keraksan. Sen hali dalshi yana mendan ham ko'p ishlashing kerak. Shuning uchun aniq qilasan, nima deydi? Ularga javob qaytarmaslikka harakat qil. Mayli to'lma, toshma. Alloh bor, o'zi Alloh bilguvchi. Menga nima gap tegsa men ko'taraman, lekin senga tegsa ko'tara olmayman-da. Shuning uchun indamay qo'ya qol, keyin o'zlaridan o'zlari uyalib. Shu. Shuning uchun bor nimani bilsang,
ayamga qancha rahmatlar keldi. Rahmat deyapti. Mana katta qizingizni ko'rdik, mehnatkash ekan. Kichkina qizingiz ham mehnatkash ekan. Rahmat shunday qizlarni tarbiyalabsiz. Demak, yana bir bor amin bo'ldim onasini ko'rib, qizini ol degan maqolga yana bir bor amin bo'ldim. Onajon, sizga rahmat, shunday qizlarni tarbiyalabsiz. Ayamni ham ko'rib rosa xursand. Ha, men aytdim-ku senga chiqarib yuboraver dedim-ku. Ayam ko'rsatsang shunday prosmotring ko'payadi senga. Ayamni rosa yaxshi ko'radi odamlar. Salom ayting deyapti, o'pib qo'ying deyapti, quchoqlab qo'ying deyapti, ko'rdingmi? Senga ana o'qimayapti hech qaysisi. Seni onang bilan nima ishimiz bor bizni demayapti. Hamma yaxshi kommentariyalarni yozyapti. Shuning uchun e'tibordan chetda qoldirma. Nima desa obunachilar xo'p bo'ladi degin. Mayli deya kamchiliklarimni to'g'rilayman deya. O'rganamiz. Ha, Shunday. Hali yoshman. Ha, xudo xohlasa o'rganadi. Men o'zi magazinga borib buni burchakka turg'izib qo'yaman degandim. Bugun shu zapravkada shunaqa holat bo'lishi ana bo'lgan ekan. Nima deydi? Nasib qilgan ekan. Bu xafa bo'lmaysan-a? Yo'q, nega? Xafa bo'lmaydi. Men chunki bunga yomonlik tilamayman-da. Mana shu buni erkalataversam, men singlimni hozir erkalataversam, keyin bu ana taniqli bo'la olmaydi, mashhur bo'la. Ha. Yo'q, mashhur bo'la olmaysan-da. Erkalanib. Keyin ishonib qolasan, suyanib qolasan, menga uncha ishonma. Bular ham baribir real ularni ko'rgisi keladi, nima deydi? Ha, kechagi o'zi makarondan unda hammasini ko'rsatdim. Ha. Imron kelyapti, Ozoda kelyapti. Ha. Bu narsa. Ular bolalar uyda chiqarib yubora olmayman, kichkina. Shunday. Qarovsiz qoldira olmaysan. Birinchi o'rinda bolalar, ro'zg'or, oila turadi. Keyin bir vaqtda olishga harakat qilamiz, eplashga harakat qilamiz. Keyin ish. Birinchi oilani birinchi o'ringa qo'ygin. Mana yugurib kelamanda, tez qo'limga perchatkini kiyaman-da, tez oshxonaga kiraman. Kecha pochchang ro'za edi-ku. Uyga kirib, taximga qo'yib chiqqunimcha, Biz ham shu. Vaqt ketadi deyman-da, tez. Birinchi ovqatga harakat qildim, ro'za bo'lganligi uchun ana bo'lmasin debdi. Mana shunaqa, mana shu yerda bo'lsa ham mana gap xaltalarim ochildi. Mana Maftunga ozgina Men ham uzoq video oldim. Ha, tarbiyaviy. Gap xalta har bir bordamizda. Ha, Ochiladi. menga hozir ham tushib qoladi. Shuning uchun Xolasa hammasi okey bo'ladi. hozir bozorda maza qildingmi? Ha. Opa-singil aylanganda maza qiladi. Hali ham uncha Ketmaydi, hali shoshdik. Bo'lmasa hamma magazinga kirib chiqsak bo'ladi. bitta kastrulchani olmoqchi edim. Chota 30 ming so'mga tortishdi, keyin nima qildim? Olmadim. Nasib qilmaganda, Shunday. Olaman hali xudo xohlasa. Mana shunaqa. Rossa kun isib ketdi. Men etiklarni kiyyapman. Sen nima kiygansan? Etik deganim bilan bezmeh, lekin baribir issiq. Bozorga hozir kirsangiz, Sovuq-a? sovuq. Hozir bu rolik Maftumdan o'zidan chiqadi, mendan chiqmaydi. Xayr. Rahmat obuna bo'lganlarga, hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Oson obuna bo'ldi. Oson obuna bo'ldi. Buni his qilib turibdi. Bu haligi oson oshni yemoqchi bo'lyapti singlisi opasini orqasidan degan fikrlar bo'lmasin. Xolasa oqlaymiz hammani. Xudo xohlasa ishonchlaringizni oqlaydi. Endi mana endi ovozlar shovur-shuvur ketyapti. Qanchalik ana bo'ladi bilmadim. Endi roligimni yakunlayman. 13 minutli rolik bo'lyapti. Xudo xohlasa hammaning oilasiga tinchlik, xotirjamlik, birinchi o'rinda sog'lik, salomatlik. Sog'lik bo'lsa hammasi topilaveradi. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, ilohim niyatlaringizga yetib, yana nimaiki savollar bo'lsa Maftunani o'zini kanaliga yozib, savollarni yo'llayverasizlar. Iloji boricha bolalardan, oilasidan vaqt orttirib, sizlar savollaringizga javob beradi xudo xohlasa va ligi dadil bo'lib bundan keyin videolarni oladi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.